Bu ana odam ko'ryapsizmi? Shunchayda puli yo'q, lekin bizning mashinaga havas bilan qarab turibdi. Shu odamga nimagadir yaxshilik qilgim keldi. Nima deysiz? To'g'ri aytasiz. Odamdan yaxshilik qiladi. Havas qilyapsiz? Demak, albatta erishasiz. Bizning Rentacar Premium jamoamiz nomidan mana shu toychoq aka sizga bir hafta bepul bemalol haydashingiz mumkin. Kim aytdi men sizga havas qilyapti? Men sizga hasad qilib yo'lda yog'idan o'tib kelyapman. Yo'lda yog'iga mana renkar o'tganman. 7 ta Matiz bilan 9 ta tekoyim bor. Hech kim olmayapti. Sizlar renkarlaring vaqti zo'r ekan, hamma oladi. Mana Azizning oldiga o'chirgansizlar zo'r joyga. Hamma kelishlardan olyapti. Qanaqa qilasizlar? Bankrot qilishni yo'lini o'ylayotgandim men. Ana nima qilsam bo'ladi? Labo o'ylarini sindirib chiqaymi? Nima qilsam sizlar bankrot bo'lasizlar, ayting. Aka, ming bor uzr. Karvon ko'p, rizqi bo'lak. Sizda ham ishlaringiz yurishib ketadi. Bo'ldi, siz miyangizda majlis boshlandi, siz ichkari kirib bemalol muzni ko'p ichib turing, men o'zim topaman qanaqa